degan edilar. Mansurjon aka, Tabii. erkak uchun hayotda baxt muhimmi, sog'liq muhimmi? Menimcha baxt muhim. Yo aka, sog'liq muhim ekan. Nimaga? Yaqinda oldimdan baxt chiqib qoldi, sog'lig'im parod qildi. Endi odamni yoshi o'yaga borib qolgandan keyin hali yaqindan bahana topib yuradi. Ish qilgandan ko'ra bahana qilish osonroq aka. Lekin nega qarang, bir narsa aytay. Ha, Kim kuladi? kim kuladi aka? Kim kuladi? Dasturxoni but. Ha, Ertagalik kundan umidi bor. Ha. Osmoni musaffo. Mana bunaqa xalqimiz kuladi. Yana kim kuladi? aka aytaymi? Ha. Tanasida sog'ligi, Ha. cho'ntagida boyligi bor odam kuladi aka. Yana kim kuladi? Ha, kim kuladi? O'zi to'q, ko'zi